Do'stlar, Irlandiyaga hech qanday Irlandiya vizasiz 3 kun sayohat qildim. Videoni oxirigacha ko'ring, hammasini aytib beraman. Irlandiyaga borish niyatim bor edi. Nihoyat bordim va 3 kun shahar bo'ylab bemalol sayr qildim. Ochig'i aytaman, shahar qimmat, ayniqsa uy-joy va ovqatlanish, lekin infrastrukturasi, tabiati juda chiroyli. Ayni kelishga arziguli joy. Irlandiya Yevroittifoqqa a'zo, lekin Schengen vizasi bilan kira olmaysiz. Alohida Irlandiya vizasi talab qilinadi, lekin menda Buyuk Britaniya UK sayohat vizasi bo'lgani uchun shu viza asosida Irlandiyaga bemalol kirib chiqdim. UK vizasi bilan Irlandiyada har bir kirishda 90 kungacha qolish mumkin. Vizangiz amal qilayotgan bo'lsa bas. Yana bir gap, agar sizda ham UK sayohat vizasi bo'lsa, nafaqat Irlandiyaga, balki yana 30-35 ga yaqin davlatga vizasiz sayohat qilishingiz mumkin. Masalan, Meksika, Panama, Serbiya, Bahrayn va boshqalar. Eslatma, har safar yo'lga chiqishdan oldin borayotgan davlatning rasmiy saytini tekshirib ko'rishni unutmang. Qoidalar o'zgarib turadi. Telegram kanalimda to'liq ro'yxatni qoldiraman.